Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Xazar Shixlarga keldik. Shixlar mahallasine. Bu yere 3 tane demir eshik o'rnatib berdik. Eshiklarimiz zakasnoy, qalin vajdadan ishlendi. Eshigimizni burukchilikli islardan ishlab berdik. Arka taraflari alikafon, shumkali variantda izolyatsiya etib, shumkasini urib, ichki taraflarini ikki qat steklovata basib ishlab berdik. Bu eshigimiz qalinligi 6 sm bo'ldi. 6 santimetrlikini vazifasi eshigimizning izolyatsiyasi ko'proq bo'ladi, ikki qat steklovata bo'ladi, shumkalar bosiladi, ko'rinishda farq etadi. Profillarni izolyatsiya etib beramiz. Eshigimizni palatasini ahamiyat berib, bellarni yana akkurat etib nijvekalarni bosib, yuzi tarafi bosiladigan nijvekadan passivet etib bosib berdik. Zamoklar ham qimmat, yaxshi zamoklardan, sxemasi katta zamoklardan ko'p berdik. Paroqlarni nijveka bosib, akkurat etib ishlab berdik. Hemen ise üzerimizde koldan çıkan birinci kol. Ya alıp satıp ya ortada duran baladan məsimiz doğrusu üzerimizde işlep çıkarıp tuttu. Kalan risonokumuzda ekran ve cinsi çıkarıp berip bilemiz. Ablan eşikleri high-tech fasonda nijveke basılıp işlendi. Üstünün koronalarım neobычный stilde işlendi. Belleri sımalı, güllerim zakasnoy. Glazoklarından koyup verdik. Yine ne onu aytamız. Skemalarını gör, zamok joylarini görsatib, akkurat etib ishlangan. Do'stlar, yana zamokning sifatini ochib yopilishidan ko'rasizlar. O'zi necha zamokligi aytadi, shunda ochib yopgan vaqti sifati aytadi. Dugalari besplatniy bo'ldi. Hamma ishimizga, qalan ishingizga qo'yib beramiz dugani, besplatniy. Xudo xolasa ko'rasizlar. Yurib ketdik. Bandan bağlayan tarafa bir eşik o'rnatib berdik. Bu yerda bastırma bir eşik o'rnatib berdik. Bu yerda yazda dam oladigan, o'tiradigan ajoyib taqchani bo'lgan. Eshigimizning stili ham chiroyli olib tushdi. Eshik uyni dizaynidan zaxon olib tushdi. Ayna listlari 2 qat. Ayna listlarini aytib o'taylik. Aquanik'ning stekla paket bo'ldi. 3 eshigimiz ham gullari, zamoki, kraskasi hamma narsasi bir xil bo'ldi. Pastlari paroqlar nijveka buni ham, lekin bellarida nijveka yo'q. Kelishilganda shunday edi. Eshikning qalinligi 4,5 sm bu. Ahamiyat etasizlar shuni 6 sm, 4,5 sm deymiz-ku. 10 sm bor bizda ish. Zavsko ishlarga ketib. Zavsko ishlardan afzalligi bizda profillarni, listlarni o'zingiz aytgan stenada chiqarib zakaz berishingiz mumkin. Kraskasına geladigan bo'lsa, kraskasi mokra asfalt bo'ldi. Kraskasi 4 sloy narsa sapiladi bunga. Birinchisi antigraviy gravatek sapiladi. Keyin gruntovka sapiladi. Gruntovkadan keyin JK2 dayva kraska sapib beramiz. Keyin izindən sifatli lakmusdan sloy sapiladi. Yaxshi etib ishlab berdik. Ko'rasizlar, bu ham dekorativni ko'rinish berish uchun, ham sifatini yaxshilash uchun sapib qo'yibmiz. Bular ham yana qullabları 3 dan bo'ldi. Qullablar ham Kashvinli, ya'ni Xitoydan kelib turgan Zavsko qullablardan bu. O'zimizda chiqib turgan yo'q bu. Qo'l bola emas. Xudo xolasa, yo'rtuslarni kimga shunday xizmatlarga aytsa aytaverasizlar. Yana uyni fikrlaridan bilib o'tamiz. O'tgan necha? Yaxshimisiz? Yaxshim chaqqanmiz. Eshiklarni ichga yoqdimi? Xudo shukr. Ko'ylimizdagi ne oldu ishlarimiz? Şu aytgan fasonda, aytganda dizaynda zetib berdilar. Yo'ldan tarafdagina, men ko'cha tarafdagina, bu ayvoncha tarafdagina zo'r chiqdi, yomon qoldi. Gullarini ishlaringiz omad, sizlarning ham klientlaringiz bundan da ko'p bo'lsin. Ay, rahmat. Necha to'ylar bersin? Ish vaqtida keldimi? Avval vaqtida keldi degan, bir kun indi, bir kun yarim kun bir klassiya qurishi kerak, nasi kerak. Sababli bo'ldi ham, bugun yetishtirib keldik. Lekin o'z vaqtida olib borib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Shunda baland pullar razimsiz? Hava. To'ylar yaxshi kunlar bersin, tangalar. Bo'ladi, yaxshi. Shunda kunlar ham xudo o'zlari bitirib berasizlar, kunlar ishlari bitin. Ishlarni MDFlarni ham xudo xolasa o'zlarimizga buyurdilar. Razmerlarni aldilar bitin, ona kerak xudo xolasa. Kelishib, bardor qatib 8 eshik bor. 8 eshik bor hava. Ishlarni MDF ishlarini ham 8 eshik bor. Xudo xolasa uni ham o'rnatib, shu kelgan vaqtda uni ham obzorat ko'rsatamiz. O'tganimizda.
İşleriniz omad esa. Yo'llarınız bo'lar. Yaxshi, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.